Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz qanday qilib Ctrl+C tugmasini nima vazifasini bajarishda batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, Ctrl+C Ctrl+C tugmasi Windows operatsion tizimida ishlaydi asosan. A, bu bu ikkita klaviatura tutashi faqatgina belgilangan programmalarning ichida ishlaydi. Masalan, Windows'da o'zini tashqarisida unaqa programmamiz ishlamaydi. Shuni hisobiga Ctrl+C tugmamiz faqatgina belgilangan joylarda ishlaydi. Bu masalan qayerda? Word'da, Excel'da, qanaqadir fayl redaktorda yoki VBS'da, boshqa narsalarda bemalol Ctrl+C tugmasini ishlasalar ham bo'ladi. Xo'sh, Ctrl+C tugmasining asosiy vazifasi nima? Nima vazifani bajaradi? Ctrl+C tugmasi xotirada saqlash vazifasini bajaradi. Xotirada saqlash deganda bu qanday? Bu to есть biz yozayotgan fayllarimiz RAM tezkor xotirada saqlanadi-da. Masalan, hozir tirs etib chiqib ketsam, mana bu faylim saqlanmaydi. Word, Excel fayllarda xuddi shunday. Riski chiqib ketsam, fayl saqlanmay qoladi va mana bu yozgan yozuvlarim o'chib ketib qoladi. Agar Ctrl+C tugmasini bossam hozir, bizda bunaqa narsa kelib chiqadi. Mana bunaqa oyna chiqadi. Любой dasturda o'sha Word, Excel'da aytganimdek, biz faylga nom beramiz. Masalan, qanaqadir nom, Ctrl plus Ctrl deymiz. Ctrl S deb qo'ysam, saqlanit deb bossam bo'ldi. Ctrl S deb bosib, men faylimni saqlab oldim. Ctrl S bilan Enter deb bossalaring ham bo'laveradi, farqi yo'q. Shunday fayl saqlanadi-da, bo'ldi. U xotiralarda qoladi. Kompyuter xotirasida qoladi. Uni keyingidan o'chirib tashlashingiz mumkin. Agar Ctrl+C tugmasini bosmasdan chiqib ketib qolsangiz, faylingiz saqlanmay qoladi. Shuni hisobiga Ctrl+C tugmasi boshlangan. Ctrl+C tugmasi o'zi ingliz tilidan yoyilmasi. Ctrl save degani save degani saqlash degani. Shuni hisobiga Ctrl+C tugmasini anaqa qilishgan. Bu boya tepada aytganimdek, Ctrl+C tugmasi faqatgina Word, Excel, Word, VBS, PowerPoint shunaqa fayl redaktorlar bilan ishlaganda Ctrl+C tugmasi ishlaydi. Ctrl+C tugmasini bosganingizdan keyin Enter bossalaring, fayllaringiz ro'yxatli saqlanadi. Shu Ctrl Ctrl S tugmasini qayerda joylashgan? Ctrl mana bu yerda joylashgan, SS ham mana bu yerda. Ikkalasini birdaniga bosib va Enter deb bossalaringiz, mana bu tugmani bossalaring, fayllaringiz ro'yxatli saqlanadi. Shunday. Ctrl+C ni vazifasi xotirada saqlash. Faqatgina shu vazifani bajaradi, boshqa vazifani bajarmaydi. Menimcha, hammaga tushunarli bo'ldi. Ctrl+C tugmasining vazifasi xotirada saqlash. Qaysi dasturlarda? Word, Excel, PowerPoint, a, Visual Studio yoki boshqa fayl redaktorlarida shu vazifani bajaradi. Menimcha shu. Hammaga rahmat.